Umra safarida eng ko'p ajr qayerdaligini bilasizmi? Bu videoni ko'ring, siz uchun juda muhim. Haji badal, umra badal qilaman deb joningni jabborga berib, tirishib mehnat qilaverma. Bu payg'ambarimiz alayhisalom targ'ib qilib, "O haji badal qilsang bundoq savob bo'ladi, bundoq savob bo'ladi, umra badal qilsang falondaqa savob bo'ladi" degan gaplari yo'q. Ado etsa bo'ladimi desa, ado etsa bo'ladi. Umra badalga o'ta qiziqib berilib ketib qolmaslik kerak. Ulamolarimizning ijmo qilgan gapi shuki, ziyoratga borganlar uchun Masjidul Haramda eng yaxshi ibodat tavof. Ya'ni nafil ibodatlar eng yaxshisi tavof. Ihrom ham kiymaysiz. Shu libosingizda kirasizda Makkani, ya'ni Ka'bani 7 marta aylanasiz. Shu 7 marta aylanib tavof qilib 2 rakat namoz o'qiysiz maqom Ibrohimning ro'paralarida. Shu qilgan tavofimni savobini otamga bag'ishladim. Allohu akbar deng, bo'ldi, tamom. Otangiz ruhiga o'shani savob boraveradi. Eng yaxshisi tavof. Umra badal bor, yo'q emas, bor, lekin unga tashviq qilinmagan. Umra badalga o'tib berilib ketmaslik kerak, balki tavof qilaylik uni o'rniga ko'proq. Har 7 martada bitta tavof tugaydi. 2 rakat namoz o'qiysiz, xohlagan odamingizga savobini bag'ishlaysiz, kuchingiz yetsa yana 7 marta aylanavering. Umrani o'zi eng yaxshisi ihrom o'rayotgan paytida kimnidir nomidan niyat qilmasdan umrani ado etib bo'lgandan keyin savobini bag'ishlab qo'yish yaxshi ekan. Shuni bilib olishimiz kerak.